Mirzo Ulug'bek o'z o'limini yulduzlardan o'qiganini bilasizmi? U osmonda Mushtari va Zuhal yulduzlari to'qnashuvini ko'rdi va dahshatli haqiqatni angladi. Mening qotilim o'z qonimdan bo'ladi deya. Uning o'z o'g'li Abdullatif taxt vasvasasida padarkushga aylandi. Johil dindorlar uning quloqiga "Otang yulduzlarga qarab dindan chiqdi, u kofir bo'ldi" deb qo'yishdi. Va o'g'il o'z otasiga qarshi fatvo, o'lim hukmi chiqartirdi. 1449-yil kuz. Abdullatif otasiga "Sizga Makka yo'li ochiq, hajga boring" dedi. Lekin bu shaytoniy hiyla edi. Samarqanddan chiqishi bilan o'g'li yollagan jallodlar buyuk olimning boshini tanasidan judo qildilar. Lekin qasos uzoq kutmadi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Abdullatif har tunda qonli tush ko'rardi. Otasining arvohi unga kelib, "Sen mening qonimni to'qding, endi sening qoningni o'z askarlaring to'kadi" derdi tushida. Ota qarg'ishi ijobat bo'ldi. Alisher Navoiy yozganidek, o'tar dunyo maslahati uchun donishmand va podshoh otasini o'ltirdi va padarkush taxtda bor yo'g'i 6 oy o'tirdi va o'z askarlari tomonidan xuddi itdek o'ldirildi. Lekin Ulug'bekning eng katta xazinasi olovdan omon qolib, qanday qilib Yevropaga yetib borganini batafsil keyingi videoda yoritamiz. Obuna bo'lib kuting.